Bu qoplarni hammasini o'rtasidan yorib olgan. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar, bizning kanallarimiz muntazam kuzatib borayotgan obunachilar, azizlar, Toshkent viloyati Chinoz tumaniga qovun urug'larini ekish uchun biogumuslar olib kelib turibmiz. Mana shu tarzda tuproqqa 50 aralashtirib, mana opalarimiz qovun urug'larini ekib turibdi. Mana shu tarzda qiziqadigan hamyurtlar quyida telefon nomerlarini qoldiramiz. To'liq ma'lumotlar olib, o'zingizga qiziqtirgan ma'lumotlarga, savollarga javoblar olishingiz mumkin. Akalarimiz buni biogumuslar tushirdi. Hozir bu tomoniga katta uzum plantatsiyalar qilishgan akalarimiz. Yerdan unumli foydalanish uchun avatar uzum ko'chatlari ekilgan hamda ular katta bo'lgunga qadar qovun navlarini hozir olib kelib o'zlari ko'chat qilib mana shu tarzda ekilib turibdi. Mana biogumuslar aralashtirilgan. Mana shu tarzda ko'chatlar chiqarilyapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz opa? Nima ko'chat ekiladi? Qovun ekisharkan. Qovunmi? Ya, tagi ochiqmi? Kechirasiz. Yo, lotariyami bu ham? Mana qarang. Boshqacha bu. Qani ko'rsatingchi mana. Nimadir rasm bor opa. Qarangda. Shunaqa bo'lib qoladi mana. Mana dehqonlarimiz ishlariga baraka bersin. Mana shu tarzda qovun urug'larini salafanchalarga qadayapmiz. To'g'riroq opalarimiz qadayapti. Mana shu tarzda. Bugungi chislomuz 31-may 2025-yil, bahorning oxirgi kuni. Kimga qiziq bo'layotgan bo'lsa, quyida telefon nomerlarini qoldiramiz. Akalarimiz mana soya qilish uchun mana shu tarzda mana soya beradigan materiallar tortyapti. Tagida juda chiroyli sharoit. Biogumus xususiyati ko'chatni sog'lom va ildizlarini baquvvat qilib chiqaradi. Biogumus kerak bo'ladigan bo'lsa, Kaliforniya qizilcha o'lchamlari kerak bo'ladigan bo'lsa, quyida telefon nomerlari bor. To'liq ma'lumot olib, buyurtma zakaz qilishingiz mumkin. Hammaning ishiga omad, cho'ntagiga daromad. Akalarimiz mehnatiga bitta layk bosib qo'yasiz.